Assalomu alaykum, hurmatli YouTube obunachilarim. Toshkent shahri Yashnobod tumaniga kelganmiz. Hozir mana masjiddan sizlarga 3 xonali kvartira ko'rsataman. Yashnobod tumani Maxtumquli ko'chasidamiz. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar, bu Maxtumquli ko'chasi. Mana Novostroykani tanigan bo'lsanglar kerak, New Life Novostroykasi. Bu bo'lsa temir yo'l Golden House uylari. Bu yoq ham assalom. Xo'p, demak, bu yoq mana Ashxobod parki. Bu yoq bo'lsa Parkenskiyga chiqib ketirish, Yangi O'zbekistonga chiqib ketish. Xo'p, sizlarga ko'rsatadigan kvartira mana shu domda bo'ladi. Bu yangi qurilgan mana shu domlar kompleks tushgan, mana shunaqa davlat tomonidan qurilgan 3 xonali kvartira 6-qavatdan ko'rsataman. Yangi hamma jihozlari bilan sotiladi. Hozir uzoqlashmaylar. Bu kvartirani dvorlarini ko'rsataman. Keyin esa ichkarilarini ko'rsataman. Bu mana ichkaridan, dvordan ko'rinishi ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa chiroyli qilib dvorlari qilingan, plashatkalar, детский plashatkalar. Bu dom 100% zaselenный, mana ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa chiroyli plashatkalar qilingan. Bitta, ikkita, uchta besetka, har bir domga 3 tadan besetka qilingan. 100% odam bilan to'lgan. Ana endi bo'lsa kvartiraga sizlar bilan birga kiramiz. Mana shunaqa podyezdni ko'rinishi. Mana shunaqa ikkita chiroyli lift qilingan, bittasi kichkina, bittasi katta lift. Kvartiraga kirib keldik. Kirib kelishimiz bilan mana shunaqa uzun koridor. Uzun koridordan kirib kelishimiz bilan mana shunaqa chiroyli zal qilingan. Zalda mana shunaqa stol, yumshoq mebellari, konditsionerlari bor. Bu yoqda bo'lsa mana televizorlari o'rnatilgan. Bu xonadan chiqishimiz bilan bu yoqda mana shunaqa ikkita bolalar uchun детский qilingan, chiroyli qilib, katta, kichkina emas, mana shunaqa o'zini shkaflari bilan. Boya ko'rsatganimdek, mana shunaqa tashqariga qaragan joyi. Har bitta xonada oynasi bor, glukhoy emas. Detskiydan chiqdik. Endi detskiydan chiqishimiz bilan bu yoqda mana yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Yotoqxonasida ham mana shunaqa TV zona qilingan, shkaflari qilingan. Xullas, narxlaricha idealda bu uy 129 ming, полноценный 3 xona. Aniq aytaman, Yashnobod tumanidan Novostroyka yangi remontlar bilan bunaqa narxga topa olmaysiz. Qaranglar, tualetlari ham, vannalari ham razzelniy qilingan. Bu yoqda bo'lsa mana mebel texnikalari hammasi bor, oshxonasida stol-stullarigacha hammasi qilingan. Отдельный oshxona, studiya emas. Telefon qilinglar, xudo xolasa kvartira srochno sotilyapti. 129 ming davomimiz. Tepasida xudo xolasa gaplashib, chiroyli narxlarda qilib beramiz.